Passiv yaxshidan aktiv yaxshiga. Abdori Mustafa İslam o'g'li. 3-bab aktiv yaxshi bo'lish uchun 3U formulasi. 1. Ümid. Ümid bir mavjudi qimmatdir. İnsanның bu dünyadagi mavjudligi qalbidagi umidga munosabatlik. Hayotda umidi bo'lmagan bir odamning bu dunyoda yashash sababi qolmagan bo'ladi. Chunki u mavjudlik asosini yo'qotib qo'ygan. Umid Allah'ның sifatlari ichidagi har doim yaratadigan, ma'nini bildiradigan Xoliq ismining namoyandasidir. Kelajakni yaratquchi Allah kelajakni yaratganda bandaning umidlarini e'tiborga oladi. Shunga umid qalbning Allah tarafidan qabul qilingan duosi. Umidsizlik dal aksicha badduodir. İnsanlar umid nuqtasidan ikkiga ayriladi. Birinchi umid qilgan insonlar, ikkinchi umid bo'lgan insonlar. Umid qilg'uvchilar duo qiladi. Biz ularga Allah duoyingni qabul qilsin deymiz. Umid bo'lganlar duo bo'lib, biz ularga odatdagidan farqlanib turadigan so'zni qilamiz. Ya'ni Allah seni qabul qilsin deymiz. Chunki ular jonliq duo bo'lgan edi. Umid qilgan inson go'yo bir urug' bo'lsa, umid beg'ishlag'uchi inson bir tub daraxtga o'xshaydi. Bularning mavjudligi xuddi 4000 yillik purchaq urug'iga o'xshash, ba'zilarning umidining manbasi bo'ladi. Yaqinda Turkiyaning Kütahya shahriga qarashliq Seyit Ömer yezisidagi qadimiy qabristonlik qezilganda jami 17 dona purchaq urug'i tepilgan bo'lib, bu butun ilm-fan dunyosini hayajonga soldi. 4 oliy maktab birlikda necha million dollar qimmatidagi bir tadqiqotni boshladi. Bu purchaq urug'lari bir umid edi. Agar bulardan birarini bexlandira olsa, purchaq genining 4000 yil avvalgi va hozirgi holati orasidagi agar o'zgarish bo'lgan bo'lsa, farqini tepib chiqqili bo'ladi. Qisqacha qilib aytganda, ilm dunyosi purchaqning odam otasini izlayotdi. Uzun va mushaqqatli tadqiqotlar natijasida bu qadimiy urug'lardan 2 donasi unib chiqdi. Bu yerda big' tortgan purchaq emas, umid edi. Dunyoda purchaqdan to'la yana nima bor? Agar menga purchaq bo'lib yaratilganligim aytilgan va qanday bir purchaq bo'lib chiqishni xohlaydiganligim so'ralgan bo'lsa edi, jazman ana shu yashnab big' tortgan purchaqlardan biri bo'lishni xohlaydim. Chunki u purchaq umidning simvoli edi. Shunga u 2 purchaqlar shoyi bo'lishga munosib edi. Buncha ko'p olimlarning bu purchaq urug'larini ko'z qarchug'ini asirgandek asrab, e'tiborlashini kimmi bema'nilik deyalsin? Qissadan savoq. Agar umid bersangiz, dunyoning nazari sizda bo'ladi. Umid haqiqiy bir qimmatdir. Umid haqiqiy bir qimmatdir. Umidning din tilidagi ifodasi iymonning dal o'zidir. Chunki iymon Allohga ishonish deganlik bo'ladi. Uning axloqiy tushuntirilishi mushundaq bo'ladi. Allohga ishonish, Allohdan umidini uzmaslik deganlik bo'ladi. Din olimlari Allohdan umidini uzishni tushkunlik holi deb atagan va tushkunlik kufrlik degan edi. Umid bir ibodatdir. Chunki duomi ibodat. Payg'ambarimiz duoni ibodatlarning negizi deb tushuntirgan. Umidmi ro'yi amallarning negizi. Payg'ambarimizdan qaysi ibodatning martabasi yuqori deb so'ralganda mundaq javob bergan. Allohdan nijotlikka erishishni umid qilish. Allohdan umid uzmaslik uchun hech qanday sabab tepilmasa, faqat Xalloq degan sifati yetarlikdir. Xalloqning ma'nosi davomliq yangidan yaratish deganlik bo'ladi.
Xalloq ismining insonda alohida bir tajallisi bor. Inson aql va iroda sohibi bo'lgan bir mavjudiyat bo'lib, insonning tanlashi uning oqibatini belgilaydi. Bizning irodaga sohib bo'lmagan mavjudiyatdan farqimiz aql va irodaga sohib bo'lganligimiz. Allohning xalloq sifatiga iymon etgan odam zamonga mahkum bo'lmas. Zamonga mahkum bo'lish deganlik hozirgi vaqtga va hozirning o'zida mavjud bo'lgan narsalarga mahkum bo'lishdir. Halbuki hozir va hozirgi paytning o'zida mavjud bo'lgan hamisha bu yerda mavjud bo'lmaydi. Ammo zamonga mahkum bo'lgan shu paytni va shu yerda mavjud bo'lganlarni har vaqt har yerda bo'ladi deb o'ylaydi. Bumi yana ularni zaman yoki paytga mahkum qiladi. Zamonga mahkum bo'lganlar mushundaq qilaverdi, o'zgarmaydi. Zamonga mahkum bo'lganlar tövbe qilmaydi, istig'for etmaydi. Zamonga mahkum bo'lganlar tirishmaydi. Hazrati Adam alayhissalom zaman, ya'ni paytga mahkum bo'lmaganligi uchun gunohiga tövbe qildi va odam bo'ldi. Chunki u umidini yo'qotmagan edi. Iblis zamonga mahkum bo'lg'achqa tövbe qilmadi va shayton bo'ldi. Chunki iblis umidini yo'qotgan edi. Hazrati Nuh zamonga mahkum bo'lgan bo'lsa, hargizmi kimi yasay olmaydi. Umidni yo'qotganlar kimi yasay olmaydi. Hazrati Ibrohim zamonga mahkum bo'lgan bo'lsa edi, o'tning ichidan chiqa olmaydi. O'tqa tashlanganligi uchun emas, balki zamonga mahkum bo'lganligidan o't ko'ygan bo'ladi. U zamonning o'zgardiganligiga ishondi va bu ishonch, bu umid bir duo bo'lib qabul bo'ldi. Hazrati Musa zamonga mahkum bo'lgan bo'lsa, Alloh uning jinoyat o'tkazgan qo'lini bad'i bayza, ya'ni Allohdan Musa alayhissalomga berilgan mo'jizlardan biri qilmagan. Misrdan o'z qavmini qutqizib chiqalmagan, yerilgan dengizdan yo'l elib mang'almagan bo'ladi. Hazrati Asiya zamonga mahkum bo'lgan bo'lsa edi, Rabbim, manga jannatdan bir uy bino qilgin va meni Fir'avn va uningdek zolimlarning sharridan qutqizgin deb Allohga duo qilmagan bo'ladi. Rasululloh zamonga mahkum bo'lgan bo'lsa edi, Aifda chalma kesak qilingandan keyin bu ishlar mushiyagacha bo'lsin degan bo'ladi. Hijrat yo'lining eng xatarlik mezgillarida qo'rqma Abu Bakri. Uchinchisi Allah bo'lgan ikki kishiga kim nima qila oladi deyilmagan bo'ladi. Umid bir xil ijtimoiy qimmatdir. Chunki qalbida umid bo'lgan bir shaxsiyat o'zi tava bo'lgan shu jamoat uchun kuch manbasidir. Halbuki umidsiz biri o'zi tava bo'lgan shu jamoatning kuchini xo'rtadigan, kashil paydo qilguvchi omilga o'xshaydi. Iblis demak umidi uzilgan deganlikdir. Qur'onda yomonlik nuqtasidan so'z qilinganda ikki ism bilan shayton va iblis ismi bilan tilga ilinadi yomonlik. Bu ikki ism odatda ijobiy ma'noda tilga ilinmaydi. Alloh bilan bo'lgan munosabati tilga ilinganda iblis, inson bilan bo'lgan munosabatiga tilga ilinganda shayton degan ism qo'llanilgan. Iblis umid uzgan deganlikdir. Allohdan umid uzganligi uchun shaytonni iblis deb atagan. Shayton umidsizlikning piri. Agar umidsizlik bir san'at bo'lgan bo'lsa edi, shayton bu san'atning birinchi boshlamchisi bo'ladi. Buning ma'nosi shuki, umidini yo'qotganlar iblislashib ketadi. Iblisning umidsizlikda qaysi darajaga kelganligini sura Al-Ifrof oyatlarda va sura Zuhruf oyatlarda qayd qilingan bayonlardan tushuna olamiz. Bu masaladagi butun Qur'onni tushuntirishning xulosasi
iblisni şeytan qilgan narsaning Allohga osiylik qilganligi emas, balki Allohdan umidini uzganligidir. Halbuki insonlarning simvollik atisi bo'lgan Hazrati Odammo xatolashib Allohga osiy bo'lgan edi. Ikkisining o'rtasida bu nuqtada bir farq yo'q. Lekin Hazrati Odam bilan shayton o'rtasidagi farq umid farqi edi. Qur'on Nuh, Ad, Samud va Lut qavmlarining halokati haqida to'xtalgan. Bu qavmlarning o'rtaq bir nuqtasi ular inson payg'ambarni rad qilib, farishta payg'ambarning kelishini orzu qilgan. Furqon surasi 1 va 31-oyat. Bu halok bo'lgan qavmlarning o'rtaqligi nima uchun inson payg'ambariga qarshi chiqish bo'ladi? Chunki bu qavmlar insonlardan umidini uzgan edi. Buningdan insondan payg'ambar bo'lamdi degan ma'no chiqadi. Buning ostida qusursizlik tushunchasi yotmoqda. Buning o'lida shaytonlarni yaratilish haqiqati bilan qabul qilmaslik yotadi. Shunga insonni yaratilish, ya'ni xatolikdan xoli bo'lolmaslik haqiqati bilan qabul qilmaganlar inson payg'ambarnimi e'tirof qilmadi. Umid imonning farzandidir. Umid imonning farzandidir. Agar umid farzandi o'lsa, iymon oni yig'laydi. Chunki iymon ishonch deganlikdir. Birsiga ishonish tilga ilingan yerda umiddan so'z qilinayotdi deganlikdir. Umidni yo'qotgan ishonchni allaburun yo'qtidi. Ümidsizlik xuddi Allah yo'qdek kasıldaş bo'lib, Allohning barligini unutgan holda gap qilish, tushunish, so'z qilish gunohdir. Allah bo'lg'achqa umid mavjud. Islomiy din tili iborasidan biri bo'lgan inshaalloh Allohga bo'lgan umidning ifodasidir. Ümidsizlik passivlik, umidvorlik aktivlikdir. Umid har bir aktiv insonni harakatga undigan asosdir. Ümidsizlik passiv insonning passivligining yiltizidir. Qayerda bir aktiv inson ko'rsam, uni noiti umidvor ko'rdim. Qayerda bir passiv inson ko'rsam, uni umidsiz va tushkunlik ichida ko'rdim. Badan uchun hayotlik va jonliq bo'lish qanchalik muhim bo'lgan bo'lsa, umidmi ruhimiz uchun shundoq muhimdir. Umidsiz badan xuddi ruhi bo'lmagan bir jasadga o'xshaydi. Agar bir odamni o'ldirmoqchi bo'lsangiz, uning ruhini o'ldiring. Umidi o'ldirilgan inson tirik murdaga aylanadi. Atrofiga umidsizlik tarqatganlar umid qotillaridir. Biz umidni qatl qilishning tunji Qur'on naslining hayotidagi yuz bergan bir o'rnikini bilamiz. Munofiqlarning kattiveshi Abdullah bi Ubay bi Salul o'ylaridan sahoba sifatida chiqqan 300 kishining munofiqqa aylangan holda uyiga qaytishiga sabab bo'lgan umid qotili edi. O Uhud g'azoti harpisida kishilarning umidini yo'q qilishga tirishib, islom jamoatini bo'lib, musulmonlarning Uhud urushida mag'lubiyatga uchrashidagi sabablarning birini keltirib chiqargan edi. Haqiqiy mag'lubiyat dushman tarafidan yengilib qilish emas, ba'zi bir mag'lubiyatlar borki, g'olibiyatdan bakrak muhim. Haqiqiy mag'lubiyat o'z ichidan yengilishdir. Ümidsizlik mag'lubiyatdan boshqa narsa emas. Chunki umidsiz inson allaburun o'z ichidan mag'lub bo'lgan bo'ladi. Tövəndəki diva məsəli bunu nəhayət yaxşı yoritib berdi. Divalar məmləkətinin adil bir hökümdarı bolğan olub, onun xalqı nəhayət şadxoram yaşaydıkən. Günlərinin birində bu divalar dövlətində bir qaraqçı diva payda olub qapdı. Nəhayət zalim və şəfqətsiz ikən. Divalar dövlətinin adil padişahı öz dövlətinin xatircamlığını buzğan bu qaraqçının ədəbini rasa berib, ədəbləb qoyuş üçün yolğa çıxıbdı və şirdək nər tartıb o divinin makanıga ketib kəpdi.
Padişahның kelganligidan xabar topgan qaraqchi deva aqli hoshini yo'qotib qo'yay debdi. Bu chaqda devining xotini bir pam o'ylab chiqibdi va devini yotqizib, faqat putini chiqarib qo'yib, yo'g'on bir yotqan bilan cho'mkab qo'yibdi. Padişah uyiga kirib, "Qani u qaraqchi" deb vaqirabdi. Devining xotini karvatni ishorat qilib, "Ovoz chiqarma, bala uxlayotidi" debdi. Padişah devining ko'nglidan balasi bundaq cho'ng bo'lsa, o'zi qanchalikdi degan fikr o'tibdi. Mana shu vaqtda aqlini yo'qotib qo'ygan padişah dushmanning xabariga ishonishga bo'lmaydiganligi prinsipini unutib qolganlikdan yotqanni o'rib qarab beqish uning aqliga kelmabdi va keyin o'zining qiltaq tushganligini his qilib yetgan bo'lsa-mu, bak kechikkan edi. Shunda qilib bu adil deva umidini yo'qotgan vaqtidan boshlab hamma narsani yo'qotgan va umidsizligi uning qiyomati bo'lgan edi. Agar bir tanqid birovning umidini yo'q qilsa, u buzg'unchi. Umidini yo'q qilmay xatoligini ko'rsatib bersa, ilhom berguchi deb ta'riflanadi. Kunimizda qilinayotgan tanqidlar butunlay buzg'unchilikdir. Bu buzg'unchilik mutaxassislarning atrofi butunlay o'zlari umidini qatl qilgan inson xarobiligi bilan to'lib tashqan. Yaxshi niyatda qilingan tanqid tövbe istig'for uchundir. Buningdagi o'lcham shuki, tanqid qilguvchi obyekti uchun duo qila olsa, uni tanqidlisi bo'ladi. Tanqid tasqash, ilg'ash degan fe'ldan turlangan so'z bo'lib, tasqash ilg'ash uchun qo'llanilgan asbob algak deyiladi. Algak to'shiklar bo'lgan bir xil asbobdir. Bu xil to'shikchilarning cho'ng kichikligi tasqaydigan narsaga qarab farqli bo'ladi. Agar muvofiq bir algakni ishlatmagan vaqtda ya hamma narsa algak to'shikidan o'tib ketib, bir narsa tasqilib chiqmaydi, yoki bo'lmasa hamma narsa algakda qoladi. Bulardan ko'rib olg'ili bo'ladiki, tanlash deganimiz farq bo'lgan, ya'ni tanlab ayriydigan bir xil aql bilan ayrishdir. Ümidsizlantirdigan tanqid hammani supurib tashlab etishdan boshqa narsa emas. Umid hosil qilish va kuchaytirish. Inson Allohning umididir. Buning dalili insonning bu mavjudiyat olamining eng taraqqiy qilgan, ya'ni afsani tavqim bir a'zosi qilinib yaratilishidir. İnsan ustida Allah'ның ajri ko'p bo'lib, inson eng ko'p ajr singdirilgan mavjudiyatdir. Rabbimiz insonlarning ko'pchiligi aqlini ishlatmaydi. İnsanlarning ko'pi shukr qilmaydi. İnsanlarning ko'pi iymon etmaydi deb insonning salbiy tarafini ko'rsatish bilan birga biz inson naslini aziz qildik deb ular orasidan payg'ambar avatiladigan darajada hurmatga sazovor qilgan. Bu orqali Allohning insonlarga bo'lgan umidini ifodalagan. Bu umid iymon etishinglar uchun, shukr qilishinglar uchun, aql ishlatishinglar uchun degandek oyatlarda tama istak ma'nosini bildiradigan ifodalar bilan bayon qilingan. İnson Allah'ның umidi ekanligi haqiqatini unutmaslik bilan birga o'zini voz kechgili bo'lmaydigan deb o'ylamasligi kerak. İnson Alloh uchun voz kechgili bo'lmaydigan maxluq emas. Lekin Alloh inson uchun voz kecholmasdir. Agar inson Allohning umidlarini yerda qo'ysa, Alloh insonning o'rniga boshqa bir mavjudiyatni vujudga keltiradi. İnsanның Allah'ның umidi bo'lganligining dalillaridan yana biri Allah'ның insonlarga va'ylarni avatib, bu orqali insonga iltifot qilganligidir. Qur'on nozil qilingan zamonni jahiliyat davri deb sifatlaydi. Nodonlik bilmaslik emas, balki faqat o'zini bilmaslikdir. Bilimsiz bo'lsa, bilim elish orqali bu masalani hal qilg'ili bo'ladi. Ammo o'zini bilmaslik
bilim ögüniş bilen hal qılğılı buladigan bir narsa emas. O içinde yoruqluq bolmagan bir zulmat qarangılıqdır. Zulmat bilan kecha o'tirsida farq bor. Kechini öz içidan yoritqılı bo'ladi, ammo zulmatni yoritqılı bo'lmaydi. Zulmatni yengish uchun nur lozim. Qur'on o'zini dal bu nur deb tunishtiradi. Ümidsizlik bir zulmatdir. İnsanning sirtidagi qarang'uliq o't bilan, ichidagi qarang'uliq nur bilan yoritildi. Ümidsizlik zulmatini yoritqichi nur Qur'on nurudur. Hamma ish tugidi. Deyilayotganda vahiy keldi va to'xtanglar, texi hech bir ish tugmadi deb chaqiriq qildi. Va hatto buningga har shay yangidan boshlanadi deb qo'shimcha qildi. Qur'on bu chaqiriqni qilgan o davr va makonda yaxshi insonlar bor edi. Lekin ular aktiv bo'lmagan yaxshilar bo'lib, hammasi o'z g'amida o'zining kemisini qutqizishning ko'yida edi. Yaxshilikni aktiv holga keltiradigan hamkorlik va ish taqsimoti yo'q edi. Buning aksicha yomonlik aktiv, yaxshilik passiv holatda edi. Yomonlik tashkillik holda bo'lib, yaxshilik uningdan yo'qsun edi. Yomonlik to'plashgan edi, ammo yaxshilik chechilang'o edi. Qur'on oldi bilan yaxshilarni aktiv avangardlar holiga keltirdi. Ondan keyin yaxshilikni tashkilladi, ondan tashkiliy holatga ega qildi. Ondan keyin yaxshilarni unumlik ish taqsimoti va hamkorlik o'rnatalaydigan aql va qobiliyatga ega qildi. Bu bosqichda butunlay umid, energiya manbasi qilindi. Vayining parcha-parcha nazil bo'lishimi umidni kuchlantiradigan omillardan biri edi. İnsanlar ağır qiyinchilik ostidami Allohning ata yana qandaq vahiylarni tushirdiganligini umid va zo'q bilan saqlaydi. Bu ularni texmi qaysarlashtiradi. Hammadan mo'yin bo'lg'ini ularning oldida umidning tili bo'lgan bir payg'ambar bor edi. Umid tili bo'lgan bir payg'ambar. Payg'ambarlar umidning tilidir. Payg'ambarlik bir umid muassasidir. Rasululloh har jihatga o'xshash umid manbasi bo'lishdimi, boshqalarning oldida bir ulgi edi. Hamma odam umidni uzgan vaqtdimi, payg'ambar umidini asla yo'qotmagan edi. Qavmining ko'pchiligi uni chetga qoqqan, masxar qilgan, qarilgan, jismoniy jihatdan zarbaga uchirgan, qiynash, xo'rliq va haqoratlarga duch kelgan, hatto oxirida hayotiga qasd qilingan edi. Bularning hammasi payg'ambarimizning umidini yo'qotolmagan edi. Uning 23 yillik payg'ambarlik mezgilida umidning eng ojizlashgan vaqti Taifdan qonga bo'yalgan holda qo'g'langan vaqti edi. Tövəndəki dua şu çağdakı umidning qanchalik ojizlashganligini tasvirlaydi. Allohim, kuchimning ojizligini sana shikoyat qilaman. İradamning ojizligini sana shikoyat qilaman. İnsanlarning meni masxar qilganligini sana shikoyat qilaman. Ey marhamatliklarning eng marhamatligi Allohim, sen ojizlarning Rabbisan. Sen mening Rabbimsan. Meni kimlarning azobiga tashlab qo'yding? Manga talatini turgan yiroq yerlardagi so'g'uq talatlargimi? Yoki bu davoyimni ixtiyoriga oladigan bir dushmangimi? Ammo tuyuqsiz ahvolning tegiga yetidi va o'zini o'ngishib oladi. Bu dal payg'ambarimizning ba'zida tuyuqsiz g'aflat besib qoladi. Bu chaqda darhol kuniga 70 qatim Allohdan gunoyimni afv qilishni tilayman deyishiga sabab bo'lgan vaqtlarning biri edi. Payg'ambarimizning umidi tuvandagi so'zlar bilan qaytadan yuqori ko'tarildi. Agar menga g'azab qilmagan bo'lsang, men bularning hech biriga parvo qilmayman. Faqatla sening lutfing meni xo'shal qiladi.
G'azibingning maң qartilishidin yoki maң qahrlanishingdan qarang'uliqlarni yo'ritgan jamolingning nuriga seg'inaman. Dünya va oxirat hayotini to'g'ri yo'lga boshlag'uchi nuringga seg'inaman. Memnuniyat sana yarışıdı. Yeter ki menden razı bol. İrade ve güç seningdedir. O mundaq deydi. Xoş xabar beringlar, nafrat qildirmanglar, osonlashtiringlar, qiyinlashtirmanglar. Xoş xabar berish, umid berish ma'nosida keladi. O faqat payg'ambarlikdan keyin emas, balki uningdan burunmi qavmi uchun bir umid bo'lgan edi. Onunğa Əl-Əmin degan ismning qo'yilishi buning bir dalilidir. Lekin uning passiv holatini yoqtirgan kishilar aktiv holatini yoqtirmadi. Hazrati payg'ambar bir shahid edi. Shahid so'zining ma'nosi boshqalarga o'rnak bo'lg'ichi ulga bo'lib, payg'ambarimiz boshqalarga umid chirig'i bo'lishdimi o'rnak edi. Hamma odam ümidsizlikka mahkum bo'lgandimi, Rasulullohning qanday qilib ularga umid chirig'i bo'lganligini, Makkadagi zulm va o'limlarga qarshi kuchlik pozitsiyada bo'lganligidan, embargoga uchirganda, hijrat mezgilida, Badrdan burun va Uhuddan keyingi chog'larda, hatto Xandak urushi jarayonidagi hayot mamatlik minutlardami qanday muomalada bo'lganligidan ko'rib olaymiz. Davomi bor.